bedana. Yoshligimdan dalada bedanani quvlab tutolmay yurardim. Shu orzu bir qolib ketgan ekan shekilli-da. Amazonda inkubator olib 1200 yenga 10 ta tuxumni zakaz qildim. Keldi, 3 ta singan. Olib qo'ydim. 7 tasini. Aytmoqchi, sotuvchiga shunaqa 3 ta sinibdi. Upakovkangiz yaxshi emas. Bu gazetni hali shredderdan o'tkazib, gazetani upakovka qilganda. Aytdim, bu bo'lmaydi bu. Bunaqa qilib upakovka qilishingiz, sifatni oshirsangiz bo'lmaydi desam. Rahmat deb hali nima deydi, sovuroq g'alati muomala qildi. Bir uzr ham yo'q, boshqa ham yo'q. To'g'risi yoqmadi muomalasi. Keyin deb qani tuxumni ko'raveraylikchi dedimda 7 tasini qo'ydim. 15 kun, 17 kun o'tdi, bittasi ham ochgani yo'q. Hammasi aynigan. Musor nimaga огородga tashlashga to'g'ri keldi. O'g'it bo'ladi deb hech yo'q. Men o'ylayman, oddiy shu просто supermarketdan 100 yenga olgan tuxumni 1000 yendan gumbulatib urayotganlar o'sha. Mashinnik haqiqiy. Yani Merkaridan topib turib bir cho'tka qilib komment yozib qo'yish niyat bor. Qani ko'ramiz. Hozir endi bundan keyin nima qildim? 30 ta qo'shimcha oldim boshqa. Tayinli fabrika bor, mashhur. O'sha fabrikadan zakaz qildim. 30 tadan 2 tasini 3 kunda ochib qaradim. Endi boyagi 7 ta tuxum 3 haftada ochmadi. Balkim apparat yaxshi emasdir deb o'ylab ochib ko'rdim. Bittasi puch chiqdi. Ikkinchisini ham puch deb o'ylab turib, birinchisini rosa ehtiyot bo'lib ochganman. Shuni ikkinchisini ochsam 3 kunlik embrion. To'g'risi odamning rahmi kelib ketar ekan. Iloji yo'q, ochilgandan keyin uni saqlab qolish imkoni yo'q. Endi keyin nima bo'lganini so'ramay qo'ying. 28 ta qolgan. 28 ta tuxum mana hozir 15-kun 2 ta 3 tasi ochib chiqishni boshlabdi. Aslida 17-18 kunda chiqishi kerak ekan. Shu chi deb ovoz chiqarib sekin teshik ochib mo'ralayapti. Xudo xolasa ertaga yana qo'shimcha yangilik bo'lsa chiqaramiz. Hozircha shu. Ko'rishguncha xayr.